Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz 3 ta eshik 4 ta rom olib kelib o'rnatib bo'ldik. Gazgamondan o'tgandan keyin Navbahor Qurtopida xudo xolasa o'rnatib bo'ldik inshaalloh. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu 2 qavatli eshiklarimiz kvadrati 750 mingdan tortib, bitta eshigimiz 2 million 300 mingdan boshlab, kvadrat kattagan sari pul ham qo'shilib kattayaveradi. 2,5 million 2 million 600 shunaqa bo'lib chiqyapti. Romlarimiz eng nimasi mana 1,5 milliondan boshlanib ya'ni ko'tarilaveradi. Kvadrat kattaroq bo'lgan sari bu ham mana 1 million 800 ming 1,5 milliondan tortib 1 million 1,5 million bo'lyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Olib kelib o'rnatishlari bilan vodiy bo'ylab. Bu yerda hamma eshigimiz hozir bularni 2 million 300 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Romlarimiz mana 1,5 milliondan tushdi. Ko'rib turganinglardek high-tech pasonda mokri eshik romlarimiz bularda. Hali mana zamonlardan qo'yib berganmiz. Mana kalitlari ham 5 ta qalin kalitlardan. Ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi. Mana derazalarimiz o'rtada bitta qanot ochiladi. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarini pastda yozib qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish, ustanobga xizmatlari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like partisga bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalishi uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.